Bunaqa kosmetichkani birinchi ko'rishim. Kosmetichka kolleksiyam uchun yana plus ikkita brend raspakovkasi. Keyingi raspakovkami, molyoyarmi yoki yangi xaridlarni birga ochamizmi? Har kuni videoni nima deb boshlashni bilmay qolaman. Videoni esa 12-sekundiga keldik, уже video boshlandi. Menda uzoq kutilgan kosmetichkam, ya'ni kolleksiyam uchun ikkinchi brend Rudy brendi bo'ldi. Shunaqa silikonoviy kosmetichka zakaz qildim. Va shu blesklari juda ham menga yoqib qoldi va 3 ta rangidan zakaz qildim. Kosmetichkaga solib qo'yaman deb. Uchala rangidan menga eng yoqqani sochni olcha rangi bo'ldi. Qolgan ranglari ham yomon emas, lekin o'sha rang menga ko'proq yoqdi. Bilasizlar, hamma joydan har xil kosmetikalarni doim rasmlarini yig'ib yuraman. Rudy oldimdan shunday chiqib qolganidan birdan yoqib qoldi. Silikonoviy, необычный kosmetichka bo'lgani uchun kolleksiyamda обязательно bo'lishi shart deb o'yladim. Bu kosmetichkaga 10 dan 8 ball beraman. Kreativligi juda ham yoqdi, faqat shu bittagina og'iz yopilmasligi noqulay. Solingan kosmetikalar to'kilib ketishi mumkin. Men uchun ideal kosmetichka parametrlari cho'ntaklar va alohida bo'lmalarning bor bo'lishi. Hech bo'lmasa kist va mayda narsalar uchun. Va menda ikkinchi kosmetichka Estee Lauderdan edi. Shunaqa qizil rangdagi kosmetichkasini zakaz qilgan edim. Juda ham udobniy, zo'r keldi va kutilmaganda ichidan shunaqa bolachasi ham chiqdi. Men tanlagan joyda faqat qizil kosmetichkani o'zi edi. Ichidan shunaqa surpriz bo'lib kichkina kosmetichka chiqqaniga rosa ham xursand bo'ldim. Juda ham yaxshi ko'raman shunaqa komplimentlarni. Ayniqsa kosmetichka kolleksiyam uchun juda ham zo'r sovg'a bo'ldi. Estee Lauder, thank you. Estee Lauderga 10 dan 9 qo'ymoqchi edim, cho'ntagi yo'qligi uchun, lekin ichidan bolachasi chiqqani uchun 10 ball. Izoh yozishga erinsangiz, hech bo'lmasa yurakchani bosib keting.